Agar uyqu o'z vaqtida bo'lsa, organizm ehtiyojiga yarasha miqdorda bo'lsa, bu holat tanaga foyda beradi. Uyqu vaqti har bir odamning tabiati va fasliga qarab belgilanadi. Asosan 12 soatlik vaqtning katta qismi kechasi uyquga ajratilishi kerak. Agar tana charchagan yoki zaiflashgan bo'lsa, kun davomida 1 yoki 2 soatlik uyqu ham foydali bo'ladi. Ammo sog'lom odam uchun kunduzgi uyqu zarur emas. Shunga qaramay, haddan tashqari charchash, ortiqcha fikrlash, tashvish, g'am kabi holatlar bo'lsa, unda kunduzgi uyqu zararli emas. Haddan ortiq uyqu esa zararli. Ayniqsa semiz, issiq mizojli yoki kuchsiz odamlar uchun ko'p uxlash tanani og'irlashtiradi va sog'liq uchun xavfli bo'ladi. Tanadagi zararli moddalardan qutulish kerak. Bunga qon olish, surgi qilish, terlatish va peshob chiqarish kiradi. Bu muolajalar shaxsning mizojiga, kuchiga va faslga qarab qilinishi kerak. Qon olish faqat zarurat tug'ilganda amalga oshiriladi. U quyidagi hollarda foydali: haddan ortiq harakat, jinsiy aloqa, hammom, kuchli charchoq va ayniqsa yurak yoki jigar zaiflashgan hollarda qon olish kerakli miqdorda bo'lishi kerak. Juda ko'p qon olish sog'liqqa zarar keltiradi. Surgi qilish esa organizmdagi zararli suyuqlikni chiqarish uchun amalga oshiriladi. Eng yaxshi vaqti kuz faslida va tanada hojat bo'lganda. Avval yoki keyin ovqat, harakat, aloqa yoki sovuq suv iste'mol qilinmasligi lozim. Faqat kerakli miqdordagina surgi qilingani ma'qul. Aks holda tanani zaiflashtiradi. Qusish ham kerak bo'lganda foydalidir. O'z vaqtida qilingan bo'lsa, ovqatdan keyin qusish ba'zi odamlar uchun foyda keltiradi. Ayniqsa oshqozoni og'riydigan yoki ichak faoliyati sekin odamlar uchun. Biroq ortiqcha qusish zararli. Peshobni ham o'z vaqtida chiqarish kerak. Uni tutib qolish sog'liqqa zarar keltiradi. Tanani terlatish ham shu kabi organizmdagi ortiqcha moddalarni chiqarish uchun foydali bo'lishi mumkin.